Alhamdulillah, assalatu vassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalomu alaykum muhtaram aziz jamoatul muslimin. Bugungi Sayyidul Ayyom, Hajjul Masokin bo'lgan kun muborak. Bu kun Hijriy sanamizning yangi yilining birinchi jumasi. Alhamdulillah, Muharram oyining birinchi jumasi. Shunday salomat, tinchlik, ofiyat bilan yuzma-yuz turishlik baxtiga muyassar qilgan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Nargi o'tgan Muharram bilan bu Muharramda orasida bir yil bo'lgan bo'lsa, qancha odamlar hozir qabr egasi bo'lib turibdi. Na assalomga javob ola oladi, na bir rakat namoz o'qiy oladi. Alhamdulillah, bugun biz salomga alik olib savob to'ldiryapmiz. Bir-birimizga tabassum qilib savob olyapmiz. Hormang deb savob olyapmiz. Ibodat qilib peshonamizni sajdaga qo'ya olyapmiz. Bu juda ham katta sizdan biz baxtimiz. Alloh bu baxtni umrimizni oxirigacha davomli bo'lishini Alloh muyassar qilsin. Bugungi yangi yilimizning birinchi jumasidagi suhbatimiz ham eng zarur mavzulardan biri bo'lgan oilaga mehr, muhabbat payg'ambarning sunnatidir mavzusida bo'lyapti. Haqiqatan ham tug'ilish bor, o'lish bor, lekin bizda ko'payish bor. Hamma biladi tug'ilishini ham, o'lishini ham. Baribir bir kun o'laman deydi. Ammo biz yana bitta narsani bilamizki, biz o'lmaymiz. Ruhimiz tirik bo'ladi. Bizdan keyingi davomchilarimiz bo'ladi. O'g'illarimiz, qizlarimiz, nevaralarimiz, shogirdlarimiz, qo'shnilarimiz hammasi bizniki. O'ylamang, faqat o'g'il qiz deb. Qo'shningiz ham ertaga shu bizni qo'shnimiz bo'ladi, Kamolni qora aka degan odam deb qo'ysa-chi, sizga hazil akam savob bormaydi. Agar yaxshi sifatingizni gapirsa, malaikalar sizni amal daftaringizga qo'shimcha savob yozadi. Rahbarlik boshqa yaxshi ishlar bordi deb qo'ysa, xuddi o'g'lingiz qilgandek, qizingiz qilgandek savob shunday yozilaveradi siz amal daftaringizga. Demak, biz alhamdulillah o'lmaydigan odamlarmiz. Hayotimiz to'xtaydi, amallarimiz to'xtaydi, ammo mana shunday yaxshi ishlarimiz bardavom bo'lib turaveradi. Alhamdulillah, shunday baxtli inson bo'lib tug'ildik. Nimaga? La ilaha illalloh Muhammad rasululloh uchun. Agar shu la ilaha illalloh Muhammad rasululloh bo'lmasa, buning foydasi yo'q. Bugungi bayramimiz ham bayram bo'lmaydi agar biz la ilaha illalloh Muhammad rasululloh demasak. Alloh yakka yagona Muhammad alayhissalom bizlarga payg'ambarimiz, to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi, otamizdan ham ko'ra, onamizdan ham ko'ra mehribon zot demasak, bu qizi ham bizni ishlarimizga manfaat bo'lmaydi. Shuning uchun Xotamtoyi deb butun yer yuzida hamma maqtaydigan Xotamtoy, o'ris ham maqtaveradi uni, o'zbek ham maqtaveradi, ingliz ham maqtaydi, hammasini o'zini Xotamtoyi bor. Hamma millat Xotamtoyi bor. Lekin o'shanday Xotamtoy jannatga kira olmaydi. Hamma maqtaveradi, jannatga kira olmaydi. Nimaga? La ilaha illalloh kalima yo'qda unda. Shuning uchun shu musulmon bo'lib qolishligimiz baxt bo'lgani uchun hammamiz birinchi nevaramizdan, birinchi o'g'limizdan, qizimizdan so'raydigan kalima dada deb qo'y, ona deb qo'y degandan keyin nima bo'ladi? La ilaha illalloh deb qo'y. Qarang, la ilaha illalloh kalimasida bizni boshqa millatni, yer yuzidagi hamma millatni tiliga balolar keladigan harf yo'q ekan. La ilaha illallohda o'zbekka ham, boshqaga ham tiliga balolar keladigan harf yo'q ekan, qarang. Allohning mo'jizasini qarang. Muhammad rasulullohda ham biz aytib chiqarilmaydigan ayin yo'q. Biz chiqarmaydigan fe yo'q, dot yo'q, qarang. Ana Allohning mehribonchiligiga qarang. Oddiy qilib bandalarga qulay qilib, u kim bo'lishidan qat'iy nazar la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deyishga qiynalmas ekan, qarang. Ammo hozir nechtalarimiz ayinni chiqarilmasdan qiynalyapmiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Ayin chiqarish kerak. Alamin bo'lsa bo'lmaydi, noto'g'ri bo'lib qoladi. Qarang, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh uni qiyinchiligi ham yo'q ekanda. Ana biz Alloh taoloning mehribonchiligiga qarang. Ana shunday baxtli ummat bugun oilaga mehr, muhabbat payg'ambarning sunnatidir sarlavhasidagi suhbatga tayyor bo'lib turibdi. Uylardan tahoratlarni olib, biz oldin lentalik, kasetalik maktabimiz bo'lardi.
Adikalonni bunday do'rraga tekizib turib, artib qo'yardi galobkasini. Agar kim eslasa, sal yaxshiroq, tiniqroq chiqadi. Nechtamiz galobkamiz ham yaxshilasin deb g'usul qilib keldik hozir. Yaxshi eshitaylik, yaxshi qabul qilaylik deb bizni ko'p muammolarimizni yechib, xayolini buzmasin deb qarzimizni berib kelganlar bor hozir. Shu qarzimni bersam, ertaga oyda bemalol o'tiraman deb ko'krakni kerib, qarzdor emasman deb qarzini berib kelganlar qancha hozir deydi. Xuddi haligi hayitga qarzsiz chiqqandek, musulmon odam jumaga ham qarzsiz chiqadi-da. Birovdan tili qisilmaydi musulmon. Musulmon o'zi yarim tondan nonga zor bo'lishi mumkin, lekin birovdan qarz olmaydi musulmon. Agar shunday e'tiqodimizni saqlab qola olsak, bizni musulmonchiligimizni ko'z tegmasin, bo'yin egmaymiz hech kimga. Mana shu narsani esdan chiqarmasak, xudo xolasa, bugungi suhbatimizni nima uchun endi oyning boshida, yilning boshida zarurat bo'lib qoldi? Hozirgi kun muammosiga aylandi bu. Oilani mustahkamligi hozirgi kun muammosiga aylandi. Qanaqa desa, oila jamiyatni bir bo'g'in. Adabiy tilda shunday deyiladi. Oila deydi, jamiyatni bir bo'g'ini deydi. Mana qo'l. Bitta bo'g'in, ikkita bo'g'in, uchta bo'g'in, to'rtta bo'g'in, beshta bo'g'in, oltita bo'g'in, yettita bo'g'in. Shu bo'g'in. Bitta bo'g'in yo'q bo'lsa nima bo'ladi? Qachon mana shu bitta bo'g'inini haligi Sergir akaga og'zini olgan usta biladi buni qanaqaligini. Agar o'ng qo'li bo'lsa, shu bechora o'sha o'ng qo'lini mana shu yerga non qo'yib berdi ustozimiz Muhammad aka. Mana shu qo'lni oldirib ketganida oshi olmaydi. Mana shu yerga non qo'yib turib, bunday qilib oshi yedi, qarang. Ana bitta bo'g'in yo'q bo'lsa qancha qiyinchilik bo'ladi. Agar bizni oilamiz notinch bo'lsa, jamiyatimizda qancha notinchlik bo'ladi. Shunchaki gap xolos hozir. Mana o tashqarida gaplashib o'tirganlar ham ha deb o'tiribdi. Lekin mana shu bolalar ham, akalar ham eshitsa, bu gapning nima ekanligini tushunadi. Juda ham oila notinch bo'lsa, butun jamiyatga notinchlikni keltiradi. Xudo saqlasin. Xudo saqlasin. Ulamolarimiz jamiyatni, yurtni bitta imoratga o'xshatadi. Biz O'zbekistonimiz bitta katta imorat. Shuni sizni oilangiz, meni oilam o'shani bitta g'ishi. Ashig'ish nurab ketsa nima bo'ladi? Narxi tushadimi yo'qmi? O'sha imorat narxi tushadimi yo'qmi? Nurab ketibdi-ku qishlaring deydi. Buyruq qilganman uni, desiz, sho'rlab yotibdi deydi. Yana to'g'ri. Oddiy haqiqat narsa. Shuning uchun yurtboshimiz jon jahli bilan hozir oilani mustahkam qil, oilani mustahkam qil deyapti. Agar o'sha oila mustahkam bo'lsa, o'sha g'ish butun turadi-da. Tashqi tarafdagi davlatlar ham keyin bizga nima bo'ladi? Ishonib, har qancha bo'lsa investitsiyalar kiritadi, ishonib aloqa qiladi, bularni tinchlik, xotirjamlik, aloqani yaxshilaydi, bizga barakat yog'iladi. O'sha narsalarni bugun endi qisqa qilib o'zimizni fikrimiz, shariat qoidalariga muvofiq sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Albatta buni sizlar uydan, boya so'zimizni boshida aytgandek, galobkalaringizni artib tayyorlab keldinglar. Endi sizlardan iltimosimiz, yonidagi odamga xalaq qilmanglar. Og'zingizni tolqon savolib o'tiravering. To'g'ri, sizga kerak emas bu gap. Chunki qizingizni chiqazib olgansiz, o'g'lingizga bo'lgansiz. Xuddi sizda bu muammo yo'q. Lekin muammoning kattasi sizda turibdi hozir. O'g'lingizning oilasi, qizingizni oilasi, nevarangizni oilasi sizda turibdi bu muammo. Bu yangi uylanganlarga qaraganda sizda muammo katta, lekin ko'nglingiz to'q. Nimaga? Chiqarib yuborganman nima bo'lsa bu ish. Uylab qo'yganman bo'lsa nima bo'lsa bo'ladi deb turibsiz. Mayli, sizga kerak emas bu suhbat. Lekin yoningizdagi odamga xalaqit bermang. Talqon solib, ko'zingizni yumib uxlab o'tiravering. Shu foydaliroq. Yoningizdagi odamga xalaqit bergansa, gunohkor bo'lasiz. Indamay o'tirsangiz, ibodat savobini olib ketaverasiz. Qarang, masjidning go'zalligini qarang. Ibodat qilmasdan shu o'tirib ketsangiz ham savob olaverasiz. Nima uchun? Xudoni uyi deb kelganingiz uchun-da. Xudoni uyi deb kelishni o'tirib chiqib ketsangiz ham ibodat savobini olaverasiz. Shunday katta savobni tepasida turibmiz. Shuni gunohga aylantirmasdan savobini olib ketishlikni hammamizga nasib qilsin. Rum surasining 21-oyatlarida Alloh subhanahu va taolo
va sizlarga sokinlik topishingiz uchun o'zingizdan juftlar yaratgani va oralaringizda sevgi va marhamatni solib qo'ygani ham uning oyat belgilaridandir deydi. Mana biz alhamdulillah mo'min musulmonlar uylanishligimiz, turmushga chiqishligimiz Allohning buyrug'i, farz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlari. Shu uylanishligimiz bilan ikkita ulug' ibodatni bajardik biz. Shunday nikoh o'qib uylanib qo'ysak, ham farzni bajardik, ham sunnatni bajardik. Ibodatda turibmiz. Ibodatda turgan odamning fikri, xayoli qanaqa bo'lishi kerak degan savolga bir o'zimizga savol beraylik. Siz uylandingiz, ibodatda turibsiz. Alloh qabul qilsin degan umidda bo'ladi inson. Mana juma o'qiyotgan odam aytadi: "Ey Xudo, ishqilib meni jumamni qabul qilgin, u jumaga va'da qilingan ulug' savoblarga ega qilgan. Butun gunohimdan xoli bo'lib chiqib ketayin" deb umid qilamiz. Allohning fazliga hech narsa emas. 80 million pul sarflab hajga borib gunohsidan qutulib kelgan bo'lsa, biz shuni kelib jumani o'qib ketishimizda shu savobga ega bo'lishimiz mumkin. Endi uylanishligimiz farz bo'lsa, sunnatga muvofiq bo'lsa, endi uylangan odam nima deyish kerak? Allohim, mana shu oilamni seni roziliging uchun qurayotgan oilamni men uchun manfaatli qilgin deb so'rash kerak xudodan. Lekin biz yigitlarimiz hozir uni o'rniga boshqacha chiplarni qo'yib, miyasiga kamchilik topishga harakat qilyapti. Bir kamchilik topsam-u, tilini qisib qo'ysam xotinimni, o'tir desam o'tiradigan, tur desam turadigan bo'lsa-yu, ko'chada yalla qilib yuraversan deyapti. Xato bu. Boshdan oxirigacha xato. Bu dunyosiga ham xato, oxiratiga ham xato. U Allohdan so'rab, ibodatimni qabul qilgin. Men bugun farzni bajaryapman, uylanib. Sunnatni bajaryapman, Allohim. Mana shunday bir ulug' ibodatimni men qabul qilgin deydigan odam kamchilik axtarmaydi. U kamchiligingizni Alloh kechiradi siz. Siz o'sha ibodatingizda kamchilik qilasiz, xato qilasiz, u Alloh kechiradi. Siz topmaysiz kamchilikni. Alloh topadi. Xatoyingizni to'g'rilaydigan, kechiradigan Allohning o'zi bo'ladi. Shuning uchun sizlarga sokinlik topishligingiz uchun mana shu bizni oilamizni sokinligi, oilani er-xotinni bir-biriga juftlarni ahilligi eng katta baxt hisoblanadi dunyoda. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim nikohga qodir bo'lsa uylansin. Kambag'al bo'lsa Alloh boy qiladi dedilar. Biz hozir vahimaga tushyapmiz. Uylansam uy qilishim kerak. Uylansam bola ko'rsam unga to'y qilishim kerak. Bolamga keyin mashina berishim kerak. Bolamni uylab qo'yishim kerak. O'qishga borishim kerak deb o'zimizga yo'q g'amlarni o'ylayapmiz. Hali yo'q. Xudo senga beradimi bolani, yo'qmi ham bilmaysan. Hali uylanmasdan oldin reja qilyapmiz. Undaq emas. Biz o'zimizni zimmamizdagi uylanishlik ne'matini bajarishligimiz bilan Rasululloh aytgan ulug' savobga ega bo'ldik va ikkinchi tarafdan kim uylanishsa dinini butun qilibdi deganlar. Erkaklarning uylanishligi dini butun bo'lishiga sabab bo'ladi. Nimaga? Hayoli bo'linmaydi. Xotirjam o'qiydi ibodatini. Shuning uchun ba'zi bir mana imomlarning xotini bo'lmasa gap chiqadi. Imomimizning xotini yo'q ekan-ku. Qanaqa ularning orqasidan o'zi o'qisaydi deydi. Nima uchun? Chunki hadisda aytayapti Rasululloh, uylanishligi bilan diningni butun qilasan deyapti. Uylanmagan odamning dini yarimta ekanda, kamchilik ekanda. Shuning uchun imom uylansa butun bo'lar ekan dini. Alhamdulillah. Deyada shukr, bizni ota-bolam shuni ham qildi. Agar imomning xotini bo'lmasa, o'zlari pul to'plab uylagan. Mana sizni, bizni otalaringizni bir so'raylar. Mahallaning domlasining xotini bo'lmasa, uylagan. Agar xotini vafot qilib qolsa, o'shani xotin topib uylagan odamlar. Bizning mahallamizda domlasining xotini o'lib qoldi. Xotini odamlar orqasidan namoz o'qimaylik deb bechara xalqimizning e'tiqodini qarang. Shunaqa mukammal e'tiqod egasi bo'lgan. Alhamdulillah. Ayollarimiz-chi desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaysi bir ayol erga tegsa-yu, namoz o'qib, roza tutib, iffatini saqlab erini rozi qilsa, jannatni xohlagan darvozasidan kiradi.
Bundaqa baxt qayda bor ekan? Agar sizni qizingiz jannatni xohlagan darajasiga kiradigan imkoniyatni qo'liga olsa-yu, siz otasi ko'chada qolasizmi ekan? Buni tahdididagi ma'no ham bor-da bu. Qo'lida 8 ta jannatning kaliti turibdi. Xohlaganda kirib ketaveradi. Otasi do'zaxga tusharmikan uni? Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanaqa go'zal sizlarga, bizlarga namunani ko'rsatib qo'yibdi. Shuning uchun biz qiz ko'rsak faxrlanamiz, alhamdulillah. Mana bizni jannatimizning kaliti tug'ildi. Faqat o'sha jannatni qilib tarbiya qila olsak, o'sha tarbiyasini yaxshi qilib, ertaga erini roziligini topa oladigan darajadagi tarbiyani qiladigan bo'lsak, alhamdulillah. Bu biz mehnat qilib, uy solib, mehnat qilib, garnitira berib, mehnat qilib ularga gilama berishimiz kerak yo'q. Ularni yaxshi tarbiya qilib qo'ysak bo'ldi. Mana shu dinimizning vazifasi. Alloh hammamizga ana shunday baxt saodatni ato etsin. Oila qurish Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyuk sunnatlaridan bo'lsa, demak, qurgan odam juda katta baxtga ega bo'ladi. Yolg'izlik dedi bizning xalqimiz Allohga xosdir deydi. Yolg'izning yori Xudo deydi. Yolg'izlik faqat Allohga xos. Banda yolg'iz yasholmaydi. O'shaning uchun bandani jazosi ozodlikdan mahrum qilindi deydi. Ozodlikdan mahrum qilindi degani jamoatdan ajratib qo'ydi degani o'zbekchasiga. Jamoatga qo'shila olmaysiz, to'yga bora olmaysiz, bozorga chiqa olmaysiz, ketmonchoq dehqonchilik qila olmaysiz. Shuning nomini qamoq deydi. Shu yo boshqacha bo'ladimi qamoq? O'sha yerda yashaysiz, yeysiz, ichasiz, turasiz, uyg'onasiz, hokazo. Lekin hamma qatoridagi erkin yashay olmaysiz. Jazoni qarang. Alhamdulillah biz mo'min musulmonlar eng katta baxt bu jamoat. Xalqning ichidamiz. Jamoat bilan yuramiz, jamoat bilan turamiz, yashaymiz alhamdulillah. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey yigitlar jamoasi, sizlardan kim nikohga qodir bo'lsa uylansin. Zero u ko'zni to'suvchidir, farzni saqlovchidir. Kim bunga qodir bo'lmasa, roza tutsin. Zero roza uning uchun tiyilishdir dedilar. Demak, imkoniyati bor odam uylansin, chunki hamma tarafdan unga ko'zini to'sadi, xayoli bo'linmaydi, har xil narsa aldanmaydi. Ko'zi o'ynamaydi, ko'chaga chiqib oladi. Endi shunga qodir bo'lmasa-chi desa, endi roza tutib yursin. Roza tutsa, demak, o'sha saqlanishiga sabab bo'ladi. Va ana shunday Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma hayotdagi namunani o'zlari ko'rsatganlar. Uylanish nima, farzand ko'rish nima, oilaning ma'nosi hammasini Rasululloh o'rgansak bo'laveradi. Ana shunday zot siz bizlarga sizlarning ichingizda eng yaxshingiz o'z ahli ayoliga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lganlaringizdir. Men esa o'z ahlimga sizlardan ko'ra yaxshiroq munosabatdaman dedilar. Demak, bizni insonlarni, musulmonlar ichida yaxshi bo'lishligimiz, yaxshi nom olishligimiz, oilamizga yaxshi munosabatda bo'lishligimizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari namuna bo'lib aytadi. Men sizlarning eng yaxshilaringizman. Eng yaxshi munosabatda bo'lganlaringizman. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilar: hech bir mo'min hech qaysi mo'mina ayolini yomon ko'rmasin. Agar uning xulq atvoridan birini yoqtirmasa, boshqa xulqini yoqtirishi mumkindir deydi. Haqiqatan ham Alloh tabaraka va taoloning bu mo'jizasi bu. Ayollarimizning bitta beli yaxshi, bitta beli yomon bo'lishligi mo'jiza bu. Xudoning ishi. Agar hammasi yaxshi bo'lib qolsa, bizga jannat mumkin bo'lmay qoladi. Agar ko'ngildagi yaxshi ayolga uchragan bo'lsangiz, siz jannatdan qo'rqing. Kira olasizmi, kira olmasmisiz? Shuning uchun ko'ngildagi xotin bo'lmaydi dunyoda. Mana shu yerdagilarda hammasini bilmam so'rab chiqsangiz ham, "Ha, yaxshi, yo'q" deydi-da. Yaxshi, yo'q, haligi yaxshi. Bolalar onasi deb qo'ya qoladi qisqasi. Lekin baribir o'sha kamchilikli bo'ladi. Bu Xudoning ishi bu. Shuning uchun biz Xudoning ishiga aralashmaylik-da. Taqdirga tan berib, shu peli bor ekan deb qo'ysak, olam bilisdan ekanda.
shuni aziyatiga, shu xotinimizni qiyinchiligiga sabr qilganimiz uchun jannatga kiramiz. Shuning uchun mana rivoyatda eshitgansizlar hammanglar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan vaqtlarida, ya'ni prezident bo'lgan vaqtlarida bir kishi uni oldiga shikoyatga keldi deydi. Taqillatdi Hazrati Umarning uylarini. Ichkaridan ayol kishini baland ovozdagi qachon qilib berasiz? Sal uyqinglar ochildimi? Qachon berasiz? Shunaqa gaplar bo'ladimi? Asosiy janjal shuda. Beraman deb qo'yib beralmay qolamiz o'sha paytda. Ahmoq pulda esi yo'q, bir yoqqa ishlab ketib qoladi cho'ntagida pul. Keyin boshlaydi. Qachon berasiz? Qachongacha aldaysiz meni? degan ovoz Hazrat Umar radhiyallohu anhuning uylaridan chiqayotgan ekan. Haligi taqillatib qo'yib keyin orqasiga qaytib ketadi deydi. Hazrat Umar chiqib, "Ey, meni uyimni sen taqillatdingmi? Ha, men taqillatdim. Ha, nima ishing bor menda?" Xalifa zamon, bo'ldi, savolimga javob topdim. Ha? Bizni ham xotin sizga baqirib turadi har zamonda. Chidolmasdan achchig'im kelib sizga aytmoqchi edim. Bu sizniki ham bizdan kammas ekan degan ekan. Mana prezidentning ayoli-ya, Hazrat Umarning ayollari-ya. Shuning uchun bunga hech ham diqqat bo'lmaylar. Bu albatta har bir ayolda bo'ladigan fazilatning bittasi. Mana shunga chidaganimiz uchun bizga ajr berilyapti. Allohga beadad shukr. Aytganimizni qilib robotga o'xshab yashayotgan xotindan qo'rqinglar. Bir kun portlaydi, enangizni chiqarmay ko'rsatadi. Bunaqasini ko'ryapmiz. Voy palonchixonni kelin nihoyatda tilloda, voy jannatda deb deydi, keyin 20 yil yashagandan keyin erini ko'chaga chiqarib qo'yapti. Xudo bundan saqlasin. Shuning uchun alhamdulillah bir yaxshiga bir yomon ota-bobomiz aytib qo'ygan. Ana shunga ajr mukofotimizni Alloh taolo bersin. Payg'ambar alayhissalom bizlar uchun eng ulug' ne'mat nima ekanligini aytishlik bilan bir qatorda sahoba-i kiromlarga ota o'z bolasiga chiroyli odobdan ko'ra yaxshiroq narsa bera olmaydi dedilar. Uy qurib beramiz, uylab qo'yamiz, chiqaramiz, o'qitamiz, hunar o'rgatamiz, hammasi yaxshi. Lekin hammasidan yaxshisi chiroyli odob ekanligini Rasululloh aytadilar. Ota o'z farzandiga chiroyli odobdan ko'ra afzal meros qoldira olmaydi. Demak, bizni alhamdulillah juda ham katta baxt saodatimiz. Demak, mana shu narsalarga biz qachon erishamiz desa, hozirgi kundagi keraksiz oshiqcha xarajatlardan tiyilsak keyin erishamiz. Chunki biz oshiqcha xarajatlar ko'payib ketgandan vaqtimiz yo'q. Oilamiz bilan shug'ullangani, o'g'limizga, qizimizga odob bergani vaqtimiz yo'q. Ertadan kechgacha bola chaqa boqamiz deb yuramiz, kech payt og'zimizdan suvimiz oqib uxlab qolamiz. Ertalab bo'lsa yana o'tqatib qo'yamiz, deb bomdodda qo'yib ishga ketamiz. Farzandlarimiz shug'ullangan vaqtimiz yo'q. Ayniqsa bozor kuni endi O'zbekda kuni tug'adi, yo uni sotish kerak, yo buni olish kerak. Yana vaqtimiz yo'qda. Ana shuning uchun farzandga beriladigan eng katta ne'mat odob ekanini qaydan o'rganadi? Otasidan, onasidan o'rganadi. Uyidan o'rganadi bola. Shuni esdan chiqazmaydi. Agar biz o'sha uyimizda namuna ko'rsata olmasak, hamma harakatimiz bekor bo'ladi. Eng tarbiyani yaxshisini biz sizlarga aytsak, to'y qilmoqchi bo'lsangiz, buni qilmasak buncha manfaat bo'lar ekan, buni qilmasak buncha manfaat bo'lar ekan deb ixchamlashtirib turib, o'zimizni qobiliyatimizdan kelib qilishimiz. Hozir to'y qiladigan odam aytadi, akamga 100 dollar berganman qaytaradi. Singlimga unaqa berganman qaytaradi. Oshnamga unaqa berganman qaytaradi deb qilyapsiz to'y. Qaytaradimi yo'qmi o'zi aslan? Shuni rejalashtirib to'y qilyapmiz. Unaqa bo'lmaydi. Sizning mablag'ingiz 4 ta nomiga bo'lsa, 4 ta nomidan to'y qiling. Akangizning yordamiga, ukangizning hadoyasiga qarang. Shuni Rasululloh o'zlari hayotlarida ko'rsatganliklarini Anas ibn Malik radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Haybar bilan Madina o'rtasida 3 kun turdilar va Sofiya binti Huyay radhiyallohu anhuga uylandilar. Men musulmonlarni valima, ya'ni nikoh dasturxoniga taklif qildim. Unda non ham, go'sht ham yo'q edi. Ya'ni bu bakol bo'lgan ekanlar biz tilimizda. Dasturxonni solib, hammaga qani kelinglar valima to'yga, nikoh to'yiga kelinglar deb chaqirdim, lekin na non bor edi yerda, na go'sht bor edi. U zot teridan qilingan dasturxonlarni yozishga amr qildilar.
ularning ustiga xurmo, qurt va qurilgan sariyog' tashlandi. U zotning valima to'ylari shundan iborat bo'ldi dedi. Menimcha buni qo'shayotganim yo'q, olganim yo'q, shu borini aytyapman. San'atkor deb aytmabdilar. Payg'ambarimiz bilmayman, bu san'atga qiziqmaydigan odam bo'lganmi? Ekanligini ham aytib qo'ymabdilar, noinsof. Kechirasizlar. Nima? Qanaqa odam bo'ladi? Mana biz qayga keraksiz sarflayapmiz-da. San'atkorsiz to'y qilsangiz, to'yingiz bo'ladimi, to'y bo'lmaydimi? Kannisingiz to'y qilsangiz, to'y bo'ladimi, bo'lmaydimi? Nimaga biz o'zimiz qiynashimiz kerak? Odamlarning gapi kerak bizga. Falonchi to'y qilibdi, biranta san'atkor aytib qo'ymabdi, noinsof. Qurumsoq demasin deb, akangizni sovg'asiga umid qilib, kelaveringlar, ketayotganingizda akam sovg'a beradi menga, uni sovg'a qilib berganman to'yga, men sizlarga beraman deb san'atkorlar aytyapsizlar. Xafa bo'lmanglar. Kannisini ham shu. Lekin hech nima qilib bermaydi bizga. Bir manfaati bo'lmaydigan narsaga biz pul sarflayapmiz. Manfaatsiz sarflangan pulni barakasini ketkazadi. O'rinsiz joyga pul sarflasangiz, sizni boshqa bir yoqdagi pulingizni ham barakasini ketkazib yuboradi. Mana Xudo bundan saqlasin. Shuning uchun ehtiyot bo'laylik. Xarajat qilayotgan odam o'ylab qilsin. Bizning xalqimiz ko'rpanga qarab oyoq uzat degan. Demak, kim ko'rpasiga qarab oyoq uzatsa, o'sha odam shu dunyoda ham baxtli bo'ladi. Haligi aytgan qurumsoq, mana bunaqa qilmabdi deganlar o'zlari uyatib qoladi keyin. Ular gapirsa gapiraversin. Gapni to'xtatib bo'lmaydi. Inshaalloh Robbil alamin bu oy Ashura oyi, Muharram oyi bo'lib, xalqimiz tilida Ashura oyi, ya'ni ashara 10 sonidan olingan bo'lib, bu kunda bizni xalqimiz juda ixlos muhabbat bilan ro'zalar tutishadi. Rasululloh Imom Termiziydan keltirgan hadis aytadilar. Ashura kuni ro'zasi Alloh o'tgan yilgi gunohlarni kechirilishidan umid qilaman dedi. Kim Ashura kuni ro'za tutsa, o'tgan bir yilning gunohini kechirilishidan umid qilaman dedilar. Shuning uchun ham bizning xalqimiz harakat qiladi. 3 kun tutsa ham yaxshi, lekin tutmasa ham gunohkor bo'lmaydi. Tutmasa gunohkor bo'lmaydi. Tutasan degan gap yo'q. Tutsa savob, bo'lmasa yo'q. Ashura kunimiz 25-iyun kuniga to'g'ri kelyapti, payshanba kunga. Demak, chorshanba kuni biz saharlikka 2:25 da kechasiga 2:25 da og'izni bekitamiz. Payshanba kuni kechqurun 19:57 da og'izni ochamiz. Kim xohlasa, bo'lmasa hech qanday muammo yo'q. Demak, biz va bizni ota-bobolarimiz qilayotgan ibodatlarimizni Alloh dargohida qabul qilsin. Bandachilikdagi ba'zi bir xatolarimizni affetsin. Demak, oilaga mehr ko'rsatishlik, oilani mustahkam qilishlik o'zimizga bog'liq ekan. Biz birinchi o'rinda oilamizga namuna bo'lib, ahil inoqlikda yashashimizni nasib qiladi.